Kayfiyatlarni ko'taruvchi yana bir sabablardan biri yaxshi bir dilga qo'shuvchi qo'shiqlarda. Mana shunday qo'shiq tinglash imkoniga egamiz. Va samimiy suhbat ham bor. Sahna markaziga o'zimizni qadrdon insonimizni taklif etish istagidamiz. Birgalikda mazza qilib taronalardan bahramand bo'lamiz. Ustoz ijodkor Ikromjon aka G'ulomovni mamnuniyat ila sahnamiz tomon taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Şirin yarımdan, gözleri xumarımdan, men o'rgilsam arsiydi, ishqa iqror yarimdan. Şirin yarımdan, gözleri xumarımdan, men o'rgilsam arsiydi, ishqa iqror yarimdan. Gülmeren, yarman bir azar yine. Gülmeren, sever yarım bir gene. Bal aylanıp gölüktim, yar keler deb ko'z tutdim, kelmasini eshitib, hajrida azor chekdim. Bog' aylanib ko'nikdim, yar kelar deb ko'z tutdim, kelmasini eshitib, hajrida azor chekdim. Gulmira, yarman bir azar yine. Gülmera, sever yarım bir gene. Derya çim akadı, yar canımga yoqadi. Derya çim akadı, yar canımga yoqadi. Yürekten sevgen yarım, endi kimga boqadi. Yürekten sevgen yarım, endi kimga boqadi. Gülmira, yarman bir azar yine. Gülmira, sever yarım bir gene. Gülmira, Gülmira, yarman bir azar yine. Gülmira, sever yarım bir gene. Assalomu alaykum Ikrom aka. Gulmiralar shunaqa xursand bo'lib ketishdi. Menga aytyaptilar deb. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Sog'lik bo'lsin. Charchamayapsizlarmi? Rahmat. O'zingiz qanaqasiz? Yangi to'y muborak bo'lsin. Marhamat, salomlashishingiz mumkin. Barcha yurtdoshlarimizga bugungi xayrli, murodbaxsh tonglar muborak bo'lsin.
barcha yurtdoshlarimizga, xonadonlariga fayz va barakatlar tilab qolaman. Sog' bo'ling. Ko'rganimizdan xursandmiz. Mahalla tongi dasturini studiyasida, sahnasida ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Rahmat. Sahna siznikida ustoz baribir. Rahmat. O'ziga yarasha ma'lum bir muddat tanaffuslar bo'ldi qo'shiq sohasida, lekin qaytganingizdan xursandmiz. Rahmat. Ijodda nima gap endi ustoz? Ijodda mana endi Qo'shiqchilikda. qo'shiqchilikda bir ikkita loyihalarimiz bor. Xudo xolisa shularni muxlislarimizga taqdim etish niyatida harakatdamiz. Xudo xolisa. Bunday loyihalar muvaffaqiyatli yakunlanishiga ishonamiz. Ikromjon akani haqiqatda biz ko'p ko'rishamiz. Meni ustozim. O'sha sizni ham ustozingiz va o'sha Respublika radiosida Mash'al radio kanalida biz birgalikda faoliyat yuritganmiz. Boshida menga o'rgatib, qanday gapirish, keyin yoshlarga o'tdik birgalikda. Xullas, o'sha har bitta jarayonda birgalikda faoliyat olib bordik va bugungi kunda Mahalla radio kanalining eng professional rejissyorlar Ikrom aka. Ko'plab bugungi kunda shogirdlarni tayyorlayotgan, o'ziga xos maktabiga ega bo'lgan ustoz, ijodkor. Bugungi kunda siz qo'shiqdan uzilmagansiz-da Ikrom aka baribir. Orada tanaffus bo'ldi degan fikr bo'ldi-yu, lekin baribir shuni ichida yashadingiz-da. O'sha konsertlar, taqdimoti, badiiy kengashda o'zingiz mana bosh bo'lib, ancha-muncha qo'shiqlar saralandi, to'g'rimi? To'g'ri. Chunki xalqimizga qanchalik ma'naviy ozuqa bersak, xalqimiz shunchalik xursand bo'ladi. Chunki hozir ayniqsa hozirgi paytda juda yengil-yelpi qo'shiqlar ko'payib ketdi. Lekin u yoshlarni aybi emas. Ularni yonimizga olib, to'g'ri yo'l ko'rsatishimiz kerak. Yo'q, mana bu so'z noto'g'ri ishlatilyapti. Mana bu joyga mana bunaqangi yaxshi so'z qo'yishing kerak. O'shanda o'zingni har bir yoshga baribir to'g'ri yo'l ko'rsatganingizdan keyin u o'sha oqim bo'yicha keyin suzib ketadi. Oqim bo'yicha suzib ketadi. Ustoz hamma sohada kerak. Hamma sohada albatta ustozda o'rni katta. Biz har doim yoshlarga kelgan paytda qo'limizdan kelgancha o'sha to'g'ri yo'l ko'rsatib yordam beramiz. Hali ham esimda, baribir ilk tashrif, ilk uchrashuv, ilk qadam, ilk mukofot, ilk e'tirof insonni qalbida qoladi-yu, xotirasida. Ana shu radioga borgan paytimizda meni ovozimni Ikrom aka yozib olganlar. Nimadir bor, ishlasa bo'ladi deb ta'minlaganlar va aynan mahalla radio kanalida ham, hozirda telekanalda ham Go'l ovoz dedik-ku, anonslarni o'qishda xizmatlari juda katta, mehnatlari katta. Rahmat aytmoqchiman. Bejizga biz ustoz haqida gapirmayapmiz. Ustozni eslasinlar, bizni ustoz hozir ustozni bir eslasinlar. Endi ustozni eslamagan kunimiz yo'q. Chunki hali sal yodimizdan ko'tarilib qolgan taqdirda ham o'sha yo'lda ketayotganda yo bir ish bilan mashg'ul bo'lganimizda albatta bir joydan qo'shiqlari eslatib turadi, taralib turadi bizga. Yana ham hali qo'shiqni eslagan paytda o'sha paytdagi davrlar esimizga tushadi, eslaymiz, duolar qilamiz. Ustozimizni o'sha ruhlar shod bo'lsin, albatta. Eslamagan kunimiz yo'q. Shuning uchun mana qarangki, shunchalik ijodlari shunchalik yaxshi bo'lganki, shunchalik zo'r bo'lganki, mana haligacha muxlislarimizni e'tirofidan tushmagan. Qo'shiqlari yashayapti. Qo'shiqlari har doim mana har kuni radio to'lqin orqali bo'ladi yo telekanallar orqali bo'ladi, har doim yangrab kelyapti. Yangrab kelyapti. U insonning ijodi hali ham hayot davom etyapti. Endi biz mana shogirdlar biz ham ijod qilib ustozni o'sha eslatib turishimiz shart. Bizning vazifamiz shart. Qo'shiqlar yashashida shogirdlarni o'rni beqiyosda. Va bizda hozir reklamamiz bor ekan. Reklamadan so'ng ustozingiz Muhriddin Xoliqov ijro etgan qo'shiqlarni sizni talqiningizda taqdim etib, shundan so'ng efirga qaytsak. Albatta. Bo'ladi. Marhamat. Bizda reklama. Eshigim ochilmadi,
uchun ketar bo'ldim yuzingni bir ko'rolmay uyingdan joy topilmadi men uchun ketar bo'ldim o'zingni bir ko'rolmay sevdim desam tenging bo'lak dedilar keldim desam joying yo'lak dedilar sening sevging kimga kerak dedilar ketar bo'ldim yuzingni bir ko'rolmay sening sevging kimga kerak dedilar ketar bo'ldim yuzingni bir ko'rolmay derlar jon sog' bo'lsa jahon topilg'ay parcha tuproq parcha osmon topilg'ay ammo qayda sendek jonon topilg'ay ketar bo'ldim o'zingdan bir so'ralmay ammo qayda sendek jonon topilg'ay ketar bo'ldim yoningga bir borolmay kuyma yorim kuyinma yor kuyma yor bir yaxshiga bir yomon har joyda bor ikki yashnagan joy qayda bor ketar bo'ldim o'zingdan bir so'ralmay yar eshiging ochilmadi men uchun uyingdan joy topilmadi men uchun tilingdan bol sochilmadi men uchun ketar bo'ldim yuzingdan bir o'polmay tilingdan bol sochilmadi men uchun ketar bo'ldim yuzingdan bir o'polmay o'tar bo'ldim yoningga bir borolmay ketar bo'ldim o'zingdan bir so'rolmay o'tar bo'ldim o'zingdan bir so'rolmay
xonishlar, ovozlar aynan ustozda edi. Qarang. O'zi 7 ta nota borda ustoz, qarang. Tasavvurni qo'yib yuborib, yurakni ishga solsa, qanaqa ohang paydo bo'ladi, qanaqa. Qanday so'zlar. Bu albatta birinchidan o'sha so'zni kuchi va ohangni uyg'unlashishi. Va bilasizmi, ashulada did juda katta muhim ahamiyatga egadi. O'sha ustozimiz birinchi navbatda qo'shiqni so'zlariga juda katta e'tibor berardilar va ohangga juda katta e'tibor berardilar. Shuning uchun ham qo'shiqlar haligacha bardavom yashab kelyapti qo'shiqlar. Ustozlarga baribir o'xshab ketamizda. Biz o'rganganimizda nafaqat ularni o'sha ijod yo'nalishlarini ishdan o'rganamiz, balki ularni insoniy fazilatlari, axloqiy qadriyatlaridan ham bizga yuqib qoladi, Ikrom aka. Seziladimi? Albatta, masalan, bir ijod qilaman desangiz, hali she'rlar ko'p. Lekin o'sha ustozdan bizga o'tgan narsa yaxshi, kuchli she'r topish hozir juda muammo. She'r qanchalik zo'r bo'lsa, ohangi o'zi bilan keladi-da, o'zi bilan keladi. Hozir ko'pchilik xonandalarning ham shu muammosi, ayniqsa so'z, she'r kuchli bo'lishi kerak. U musiqaga so'z qo'yilishi kerak emas. She'rdan qo'shiq yaralishi kerak. Ming afsuski, hozir buni aksi bo'lyapti. Avvalosi kuytun, shunga bitta she'r qilib bering deydi. Do'st aytib bering. Do'stim, mana shunaqa bo'lyapti. Hozir afsus. Bu bir maktabning yaxshi emasligi, ustozdan yaxshi saboq ololmaganligi. Bu ham bir fojia ular uchun. Chunki yillar davomida yonlarida bo'lish kerak bo'lgan fursatlarda shoshqaloqlik qilinayapti-da ko'p holatlarda, to'g'rimi Ikrom aka? To'g'ri. Hozir yoshlarimiz ko'proq tez tanib ketishga harakat qilyapti. Lekin baribir o'sha xonandani, ashulachini ijodi uning o'sha poydevor bo'lishi kerak-da, she'r bilan qo'shiq asosan poydevori she'r bo'ladi. Ashulani-da. Shuning uchun ko'proq so'zga e'tibor berish kerak. Hozir qo'shiqlarga ko'proq so'zlar qo'yilyapti. Men shunaqa deb o'ylayman. Teskari bo'lyapti. So'zlar, she'r emas, she'r qo'shiq qilinmayapti. So'zlar qo'yilyapti ko'proq. Oddiy so'z, o'sha o'zimiz har doim turmushda ishlatiladigan ko'proq leksikonlar qo'yilyapti. Ochiqcha aytganda. Yosh ijodkorlarga bir motivatsiya bo'lsin, bir ibrat bo'lsin. Hozir xalqimizga qanday qo'shiqlar kerak? Qanday mavzuda ijod qilishsa, siz aytganingizdek tez tanilsin, tez ommalashsin. Endi bu tanilib ketish avalasi yaratganning qo'lida. Masalan, buni formulasi yo'q-a, tanilib ketish uchun. Hozir qimmat bastakorga borsam, 2 yil kutmayman, 1 yilda tanilib ketaman. Yaxshi shoirga borsam, ertagayoq yulduz bo'laman deyish formulasi yo'q. Faqatgina o'zidan so'rash, albatta. Tinimsiz mehnat. Kutilmagan, masalan, ko'p xonandalarda kutilmagan o'sha o'ziga ma'qul bo'lmagan qo'shiqlar hit darajasiga chiqib ketdi. Ko'p aytiladi bu. O'zi kutmagan holda, chunki bu hammasi yaratgan holatda bu. Omad ham. Demak, mavzular qaysi mavzu tavsiya qilasiz? Endi ko'proq baribir kitob o'qish kerak yoshlarimiz. Kitob ancha insonni charxlaydi. So'z baribir qo'shiqchilikda asos mana maqomlarimizni qarang, mana maqomlarimizda g'azallar, qanaqa so'zlar juda kuchli. O'sha asosiy poydevori o'sha g'azallardan kelib chiqadi. O'sha she'riyatni ham g'azallardan. Shuning uchun ko'proq she'rga murojaat qilishsin. So'zga emas, she'rga. Ikrom aka, yangi loyihalar haqida boya gapirdingiz. Kimlar bilan hamkorliklar bo'ldi? Mayli, hammasini aytib bermasangiz ham shu hamkorliklar, professionallar baribir professionallar bilan ishlashadi-da, mukammal asar qidirishadi. Kimlar bilan ijod tanlandi, yo'nalishlar? Men hali ko'proq usulingga to'g'ri keladigan ijodkorlar bilan hamkorlik qilishdi. O'zim masalan Shamsiddin Xolmurod bilan ishlash nasib qildi. Dilmurod Matkarimov yaxshi aranjirovkachi, yaxshi bastakorlar. Endi mana Xudo xohlasa yana yaxshi bastakorlar bilan hozir ularning nomini ayta olmayman. Lekin
hali ijodimiz pishgandan keyin premyera yaqin qolganda, keyin uni albatta aytamiz. mahalla tongida bo'lsin, lekin premyeramiz hamma yaxshiliklar mahalladan boshlanishi kerak. Albatta shunday. Xohlasa, niyatlarimiz bor shunaqa. Va biz davom etamiz. Ayni fursatlarda bizga SMSlar kelyaptiki, imkon bormi? SMSlar o'qing deyishyapti. Qiziq suhbat bo'layotganligi uchun SMSga birozgina e'tibor bermayapmiz, lekin va'da beramiz. Xayrlashuv oldidan aynan siz yozgan SMSlarni o'qib eshittiramiz. Ikrom aka, biz bugungi kun davomida rostdan aytdingiz, ko'p tanilish, tezroq muxlisga ega bo'lish xohlaymiz. Bitta xonanda uchun zamonaviy kunda yashayapmiz. Prodyuserning o'rni qancha? Prodyuserning o'rni katta. Chunki xonanda ijod bilan ko'proq band bo'lish kerak edi. Ana shuni so'ramoqchi edim. Ijod bilan ko'proq band bo'lish kerak. Chunki hozir yana ham yoshlarimizga juda o'zi umuman hayotimiz, turmush tarzimizga ijtimoiy tarmoqlar juda kuchli hozir o'zini ta'sirini o'tkazyapti. To'g'ri. Masalan, o'sha ijtimoiy tarmoqdan ham tanilib ketgan xonandalarimiz bor, ko'plar bor. Lekin prodyuser albatta o'sha xonandani bir yelkadoshi bo'ladi-da. Masalan, u hamma joyda masalan o'sha xonandani borib, masalan o'zini ijodini namoyish qilishga vaqti yetmay qoladi. O'sha jarayonda prodyuserda ishi qo'l keladi. O'sha televideniya yo radiolarga borib o'sha ijod mahsulini taqdim etish, targ'iboti, masalan o'sha tashkiliy masalalarni asosan prodyuser shug'ullanadi. Va ijodkorni taniqli bo'lishida ham reklamani o'zini o'rni bor-da. Mahalla tongin dasturini aynan mana shu fursatlarida reklama ko'raman deydigan muxlislar ham bor. Ularni yozimizdan chiqarmaylik. Demak, siz kutgan daqiqa yetib keldi, navbat reklamaga. Marhamat. Biz davom etamiz. Bizda faqatgina yaxshi kayfiyat va mana shu kayfiyat onlarini sizga ham taqdim etish niyatidamiz. Inson dunyoni ertalab yorqinroq ko'rar ekanda. Chunki tunda biz uxlab dam olganimizda ko'zlarimiz ravshan bo'laverar ekan va erta tongdan hamma narsani biz yorqinroq, yaxshiroq, mehr bilan qabul qilishga o'rganar ekanmiz. Tunda esa baribir charchoqlar, hamma o'sha kun davomidagi stresslar hammasi ta'sir qilar ekan. Bizda esa bizni yana ham yaxshiroq ko'rishingiz uchun hali fursatlarimiz bor. Mahalla tongi hali davom etadi. Yaxshi kayfiyat va go'zal tilaklar bilan. Rahmat. Avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin. Xalqimiz xonadonlarida yaxshi kunlar, to'ylar, bayramlar bo'lsin. Bizda xalqimiz bayramlarni yaxshi ko'radigan xalq. Shunday. O'sha xonadonlariga baraka tilaymiz. Ilohim. O'sha bizning o'zbegimiz hali juda mehmondo'st. Hali mehmonga borgan insonga bor butini qo'yib, shunday mehmon qilib chiqarib yuboradi. O'zi bolalar farzandi bilan yemasa ham, lekin to'xta, bu mehmon uchun degan. To'g'ri. Bunaqa xususiyat menimcha faqat bizning o'zbeklarda bo'lsa kerak, O'zbekistonlik hamyurtlarimizda bo'lsa kerak shunaqa xususiyat. Shuning uchun xonadonlari barakaga to'lsin. Ilohim. Sog' bo'linglar. Siz ham hamisha salomat bo'ling, Ikrom aka. Ijodingizga baraka tilaymiz. Shogirdlaringiz ko'p bo'lsin, yana ham ko'payaylik, safimiz kengaysin va o'sha sizni alqaydigan, sizni duolar qiladigan insonlar ko'payaversin, xuddi siz mana ustozingizni duo qilayotgandek. Biz esa bir chiroyli qo'shiq so'raymiz yana. Shunday. Erkalik qilamiz endi ustoz. Sahna muntazir, marhamat. Sog' bo'ling. Oydek to'lin yuzlaring, shirin shirin so'zlaring, ayrilaman hushimdan boqib tursa ko'zlaring. Oydek to'lin yuzlaring, shirin shirin so'zlaring, ayrilaman hushimdan boqib tursa ko'zlaring. Izlaganim gavharim, ko'nglimdagi dilbarim, yonimda bo'lsang o'zing go'zal yorug' tunlarim. Izlaganim gavharim, ko'nglimdagi dilbarim, yonimda bo'lsang o'zing go'zal yorug' tunlarim. Dilbarim dil xumorim,
sevgilim shirin jonim, go'zalim beg'uborim, dilbarim. Dilbarim dilxumorim, sevgilim shirin jonim, go'zalim beg'uborim, dilbarim. Güzeller malikasi, aşık kalbim bekasi, sen bilan o'tsa deyman har kunim har ertasi. Güzeller malikasi, aşık kalbim bekasi, sen bilan o'tsa deyman har kunim har ertasi. Bir kun ko'rmay sog'inib, visolingga talpinib, borsam ko'ngil yorishar, kutarsan shirin kulib. Bir kun ko'rmay sog'inib, visolingga talpinib, borsam ko'ngil yorishar, kutarsan shirin kulib. Dilbarim dilxumorim, sevgilim shirin jonim, go'zalim beg'uborim, dilbarim. Dilbarim dilxumorim, sevgilim shirin jonim, go'zalim beg'uborim, dilbarim. Dilxumorim, go'zalim beg'uborim, dilbarim. Dilbarim dilxumorim, sevgilim shirin jonim, go'zalim beg'uborim, dilbarim. Dilbarim dilxumorim, sevgilim shirin jonim, go'zalim beg'uborim, dilbarim. Dilbarim dilxumorim, sevgilim shirin jonim, go'zalim beg'uborim, dilbarim. Yashang, Salomat bo'ling, Katta Ikrom aka. rahmat. Minnatdorlik bildiramiz. Mahalla tongi dasturi yaxshi bir kayfiyatlarda davom etadi. Men ustozni kuzatib qo'yaman o'zim. Nima deysiz? Bo'ladi. Bo'lmasa men SMSlar bilan davom ettirib turaman. Ikrom aka ko'rganimdan xursandman. Kuningiz yaxshi o'tsin. ishlaringiz. Kelib turing bizni mahallamizga ham.